Biz hozir 90 yillikqa tayyorlanyapmiz. Xitoyda apparatini olib, siz Xitoyda o'ziga uryapsiz ekanda. Bittada 3 tani uradigan noshka apparatimiz kelib qolgan. Bu apparatdan qarasizda bitta bo'lgan apparat. Mana bu yerda kompyuter miyasi bor. Miyasiga shunday gullarni shunday chizib qo'ysangiz, siz xohlagan turdagi chizmalarni chiqarib beradi. Biz hozir Kiyevdagi ayol hukumat oldinda burungi paxta zavodi ichida paxta sklad shunday Asmo firmasi bor ekan, o'sha yerga kelganmiz. Ahror akamiz, aka, assalomu alaykum. Qanday? Sen so'jaxshi aka, charchab aytasizmi? Bu yerda qanchadan beri ishlayotasiz aka? Apparatlaringiz ko'p ekan aka. Hop, bu yerda hozir kelganimiz 5 yilga yaqin bo'lib qoldi. 5 yilga yaqin chiqarib, buni Xitoydan zakaz qilib olib kelganmiz bu. Bu biroq bitta ekan, qarasizda bitta ekan. Men o'zim akamda bitta bor, biroq bittalik o'cha. Biroq bu akamizda 3 bittada uradigan apparati bor ekan-da. Xitoyda apparatini olib, siz Xitoyda o'ziga uryapsiz ekanda aka. Qaytadan o'zi. Bu qanday jig'ashtar aka? Sasna bardiq sasnadan chiqaramiz. Sasnadan chiqarib olsak bizga nima bo'lib ketadi? Terakdan chiqarsangiz jorilib yog'ib qayrilib ketib qoladi. To'g'ri, shunday. Novi o'xlo apparat ekan aka. Biroq yaxshi apparat, so'nggi apparat. Novi qanday apparat aka? Bu rasbil laminat kesib ketirgan. Aha. Laminatlarda Sizda qanday apparatlar bor? Novi endi aka. Gul o'tirgan apparatlar. Chipo deb qo'yamiz. Hozir buni mashallah. nimaga tayyorlanib? Biz hozir 90 yillikqa tayyorlanyapmiz. Novi akamiz menimcha, mana ko'rsanglar bo'ladi. Nimada? Mana stadionda shunday bir cho'ng qilib arka qilib qo'yayotgan, короче, o'shaga chiroyli qilib gullarni o'yib berayotgan akamiz-chi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'la turgan bo'lsa, akamizga qayrilsangizlar bo'ladi. Dag'i bir taxtakash deysinglar va gul patologka deysinglar va dag'i qanday ishlaringiz bor? Bizda ko'proq mebel ishlari ham bor. Mebel ishlari usuliga qarab turib nima qilib beramiz? Mebel deysinglar va jig'ash deysinglar va endi sizlarga kerak bo'la turgan bo'lsa, Ahror akamizga qarilsangizlar bo'ladi. Dag'i halik ashtaxta dag'i bor ekan mana bu yerda. Fanera jig'ash deysinglar va ashtaxtani, короче, mana bu yerda oldi bo'lsa kerak. Fanera deysinglar va ashtaxta deysinglar va, короче, taxtakash, maxtakash, o'g'lov, taxta o'g'lov, короче, bardig'i bor ekan akamizda. Bizda bardig'i dokumentalniy, bardig'i haligi zakonniy deb qo'yadi-ku, shunday. Mana bu yerda chek deysinglar va dag'i qanday? KKM apparatimiz bor. Xolasa chek desa, chek chiqarib beramiz. Xolasa shok faktura yozib ber desa, shok faktura yozib beramiz. Mana bu yerda siz xohlagan turdagi bunaki raspakovka chek qilib berayotgan, chiroyli qilib shunday apparatlarni olib kelib aka, eldaringizga misol xizmat qilyapsiz ekan, Asmo firmasi ekan aka. Asmo deyapmiz, biz o'shani qo'ldan kelgancha el xizmatidamiz. El nima desa shuni jasab berishga harakat qilamiz. So'z yo'q aka. Biroq qarasizda jo'q apparatlaringiz bor ekan, ishingizga egili aka. Если sizga qiziq bo'la turgan bo'lsa, kengari qaytsangizlar bo'ladi. Sizga qiziq bo'la turgan bo'lsa, qiziq bo'la turgan do'stingizni jo'natib qo'ying, like bosib qo'ying to'g'onlar, bardig'ingizga shunday baribir yuzda jig'ach shunday narsalar baribir kerak bo'lib qoladi. O'tdim satam desangiz, o'tdim men olam desangiz, kengari qaysangizlar bo'ladi. Tanlov kanalining atidan chiqsangizlar, arzon baho qilib beraman.